hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan telefon. Qotmaydi, unaqa qizib ham ketmaydi. Qanaqadir bir kriminal yoki ani vohma qiladigan narsa emas. Bugun sizlar bilan iPhone narxlashni o'rganamiz. 5 minutga o'zingizlarni iPhone yoki telefon olib sotar deb tasavvur qilsanglar bo'ldi. Bu juda ham oson. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Video davomida iPhone'ga qanaqa narx chiqariladi, qanaqa narxlash kerak, qisman bo'lsa ham o'rganib olasizlar. Yaqin tanishim dastavkadan mana shu 15 Pro Max chiqarib oldi. Ukam narxlab chiroyli qilib o'zing olib qolgan, o'zingdan olganman dedilar. Men imeykalarini ko'rdim, korobka bilan solishtirdim. Xo'sh, qachonlardir bizadan 90 yomkisligida olgan ekanlar. Endi hozir yomkisini bitta ko'ramiz. 78 yomkis, 1220 bitta sikl bo'lgan. Xo'sh, 256 talik endi birinchi bo'lib holatlarini bitta ko'rib olamiz. Mana sizlar ham ko'ringlar. Qanaqa tiniq holatdaligini. Xo'sh, abadolari, ya'ni korpuslari cho'tki, oynalarni bitta ko'ramiz. Oynalari ham tiniq, qil tegmagan, chizuvlari yo'q, chizilmagan. Lekin mana shu kamerasini mashtada sizlarga ko'ryaptim. Mana bitta bilinar-bilinmas tirs qilgan joyi bor ekan. Endi sirazi kameraga kiramiz. Bu narsani bitta ko'ramiz o'zimiz. Xo'sh, 2x, 5x hech qanaqa muammo yo'q. Videoga o'tamiz. 2x, 5x hech qanaqa muammo yo'q. Mana zoomlari ham moshni ishlayapti. Zoom qilganda hech nima bo'lmayapti. Xo'sh, endi 0.5 ga o'tkazib bitta ko'ramiz. Mana. Xullas, kamerada hech qanaqa defekt, nuqson yo'q, lekin kamerasini stiklosida mana bitta tirs qilgan joyi bor ekan. Endi ikkinchi masala, men doim narx chiqarishimdan oldin boshqa kanallarga kiraman. Boshqa kanallar nechta pul qo'ygan, imенно 78 yomkisli 15 Pro Max'larni kim nechta pul qo'yganiga qarayman. O'shanga qarab narx chiqaraman. 256 talik ideal sostoyaniyada 78 yomkislarni nechta pul qo'yganini bitta ko'rib chiqdim va keyin endi mana narx chiqaramiz. Bu telefonni men $680 olib qolishga qaror qildim. O'zimdan olganliklari uchun, o'zimga sotganliklari uchun, oynalari tiniq, korpuslari moshni, ideal holatda turganligi uchun hech qatida mana sarapina yoki chaqa chuqalari yo'q. 4K formatda videoga olyapman. Sizlar ham YouTube'dagi odamlar videoni ko'rayotganlar kачествосini tiniq qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana telefonni narxini $680 qilib chiqarib qo'ydim. Bunaqa sostoyana deyli $700, $720, $740 sotilayotgan ekan. O'shanga qarab narx chiqardim. $680 ga mana shu 15 Pro Max'ni olib qo'yaman. 256 talik 78 yomkisi. Mobodoga orada OLXga ham kirib, imенно shunaqa sostoyanadagi telefonlar nechta pul qo'yilganini bitta qarayman. Asosan bozor deyim, mana shu bozorchilarni, mana shu to'g'rimiz Malika bozor bo'lsa, shu bozorchilar kanaliga nechta pul qo'yganiga qarayman. Nechta pul qo'yib qo'ygan klientlar uchun. Xo'sh, o'sha narxdan bir uzoq $50 minus qilib, mana $680 ga olib qo'yaman. Hozir men eng kami $700 ko'rdim, minus 20 qildim-da. $680 ga olib qoldim. Kimga qiziq mana? 15 Pro Max'ni narxladim, bo'ldi mana. Buni qiyin narsa emas. Nech pul sotyapti? $20 kamiga oldim. Shuni olib qoldim mana. Hozir bunga tsennik chiqarib vitrinaga qo'yib qo'yamiz. Video davomida aytishinglar mumkin, ana uxalarni ko'rmadingiz, ekran almashmaganini ko'rmadingiz deyishinglar mumkin. Ularni men oldindan ko'rib oldim. Konkretni narxini nima shu qarab chiqardim. O'zi nech pul olyapti bular? Bozorni bilaman nech pul olayotganini, qiziqib yuramiz. Kanallarda nech pul sotilyapti, boshqa do'konlar nech pul sotyapti, buni o'shanga qarab turib narx chiqardim men hozir. Hech kimdan so'ramasdan turib $680 narx berdim. Bu narx xullas meni akamga ham yoqdi, optimal, shu moshni narx bo'ldi deb o'ylayman. Baland emas, past emas, o'rtasidan sal balandroq narx bo'ldi. 700 ga ozgincha qimmat bo'lib qoladi, 650 ga arzon bo'lib qoladi, o'rtasi 680 ni ushadim. Va bu narxga ko'ndilar. Men telefon qilib gaplashib ko'rdim, $680 ga ko'ndilar va bu to'g'risida mana video ham oldim. Sizlar uchun mobodoga qachondir sizlar telefoninglarni sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Deb ketaman, bizga nima telefonlar kerak hozir? Nima telefonlar yetishmayapti? O'shanga mana bitta qaranglar. Bizda 14 Max'lar sal tortilib qolgan qurg'oqchilik bo'lyapti. 14 Pro'lardan bitta dona qolibdi. Bunda ham qurg'oqchilik 17-16 larga gap so'z yo'q. Mana bittasini уже baraka qo'yardim. Xullas aytaman, 97 yomks 256 talik 1030 ga sotildi. Ideal sostoyaniyada emas edi. Holati sal mundoqroq bo'lganligi uchun ham 97 yomksli 256 talik Desert rang 16 Max 1030 ga baraka bo'ldi. Xo'sh, bu yoq taraf 15 Pro Max'larda qurg'oqchilik
Chunki sababi 15 Pro Max'lar hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan telefon. Birinchidan puliga stoyid, kamera taraflama 17-16 lar bilan deyarli bir xil. YouTube, Instagramga kontent yoki video qilaman desangiz ham 15 Pro Max juda ham optimal variant. Optimal deganimda har taraflama moshni qotmaydi, uni qizib ham ketmaydi. Qizib ketsa nima? Akkumulyatordan. Akkumulyatorni 25-30 dollarga shuni almashtirsangiz endi qurtda ishlaydi. Bu javob. Bu telefoningizlardan ozgina tushadi, lekin siz bilaman, ishlatish uchun olasiz, tirikchilik uchun olmayapsiz. Siz xaridorsiz. Sotib oldingiz, ras akkumulyatori tushib ketdimi? Shuni ochib akkumulyatorni almashtirish bu qanaqadir bir kriminal yoki ani vohma qiladigan narsa emas. Hech qachon esdan chiqarmanglar shu joyini. Plus bizda 15 Pro Max'dagi qurg'oqchilik ko'rib turganingizda bizga kerak, kimda bor? Olib kelinglar yoki mana mashina nomerlarga srochno telefon qilinglar. Telegram kanalga o'tsanglar, o'sha yerda meni Telegram nikim bor, bemalol rasmini tashlasanglar, telefonni o'zida ham narxlab tashlayveramiz. Videoda sizlar telefon narxlashni o'rgandinglar. Orada 16 Pro Max'ni nech pulga sotganimni aytdim, 97 yo'mkislikni. Bizga nima telefonlar kerakligini aytdim. Like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Telegram kanalga o'tsanglar, biz почти har kuni o'shani yaxshi narxlarda telefonlarni tashab turamiz. Yaxshi narxlarda deganimga sabab telefonni o'zi ham yaxshi bo'ladi. O'sha pulga olsanglar, stoyid. Rostdan o'sha olgan pulingizga arziydigan telefonlarni kanalimizga qo'yib boramiz. Bizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar.